Hattan topaman shunaqa modellarni. Jiya. Haqiqiy AMG SL 55 O'zbekistonda umuman top bo'lmaydigan modellardan. Uning ustiga bu haqiqiy legenda. Chunki 17.000 probegatiga. Anaqa kabriolet qilib, ko'chalarda yoziladi, oqayib yursangiz bu. Xohlasangiz tomoni bitta yopib olasiz. Bu kim sotmasa, sotuvdan top olmaysiz. Chunki bular shu ishlab chiqarilmaydi-da. Rostdan legendaga aylanib bo'lgan mashinalar. 330 maksimal tezligi. Mashinani pnevma podveskasigacha bordi. Salon holatlar, kuzov holatlar ideal bo'lib turibdi. Bu mashina hoji akalari podolida, menimcha turganda faqat oldi-chast turan plyonkalar qilingan SL 55 40500 ga bosib yuborsangiz bo'ladi. Bitta dona sizda bo'ladi. Hoji aka sizda pul ko'p. Bosib yuboring. Bu yoqqa baribir chiqib kelishingizga ham bor-ku. Ideal variant. 5.5 motor bo'ladi. Ob'yom o'tiringizga birga aylanib kelamiz deysiz. Olganingizdan keyin yaqinlaringizga like bosib qo'ying. Nasib qilsin hammaga mana shunaqa deyish. Keyin bilan birga oqayib yurasizmi deyman-a.